Assalomu alaykum aziz do'stlar. Sizlar bilan yana grammatika mavzusidamiz va bugungi videomizni mavzusi preteritum. Preteritum bu nima? Preteritum bu bir fe'lning formasi. Sizlar bilan shu paytgacha fe'lning infinitiv formasi, partitip 2 formasini o'rgandik. Bugun sizlar bilan preteritum formasini o'rganamiz. Xo'p, asosiy narsani aytib qo'ymoqchiman. Preteritum formasi fe'lni asosan o'tgan zamonni aytishda, ochiqlashda ishlatiladi. Bundan tashqari perfektni ham o'tdik sizlar bilan. Xo'p, infinitiv formasi bu fe'lni o'sha tug'ilish formasi deyiladi. Ya'ni kelib chiqish boshidagi formasi. Masalan, machen, essen, haben, sein. Keyingi o'rganganimiz perfekt zamonida o'rgandik sizlar bilan. Partitip 2 formasi bor. Bitta perfekt formulasini eslab ko'ringlar. Qanaqa edi? Subyekt plus haben sein yordamchi fe'li bor unda, plus obyekt ya'ni to'ldiruvchi va undan keyin nima? Oxirida partitip 2 formasi kelardi. Qanaqa preteritumda desanglar, preteritumda subyekt ega fe'l keladi, preteritum formasida undan keyin to'ldiruvchi keladi. Xo'p, infinitiv formasini ko'rdik. Bularning partitip 2 formasini ko'rib chiqamiz. Machendiki gemacht, essendiki gegessen, habendiki gehabt, seiendiki gewesen. Buni sizlar bilasizlar. Ge qo'shamiz, oddiy fe'lga oxirgi t qo'shamiz, murakkabga n qo'shamiz. Buni qoidalarda oldingi videolarda gaplashdik. Endi esa preteritumni ko'rib chiqamiz. Machen fe'lining preteritum shakli machte bo'ladi. Essendiki as bo'ladi. Habendiki hatte, seiendiki war. Bilaman, ozgina sizlarga qiyin tuyulayotgan bo'lishi mumkin, lekin bu yo'lda struktura bilan chiroyli tushuntirganmiz. Bardavom bo'linglar, ko'rib chiqamiz. Hozir bir nechta misol ko'rib chiqmoqchiman sizlar bilan. Ich mache meine Hausaufgaben. Men uy ishlarimni qilyapman. Hozir, infinitiv formasini ishlatib turib gap tuzdim. Endi men agar shuni preteritum bilan tuzsam, ich machte meine Hausaufgaben. Juda ham oson. Ya'ni men fe'lni oldimda uni preteritum formasini ishlatdim. Lekin bu o'tgan zamonga aylandi. Ich machte meine Hausaufgaben. Men uy ishlarimni qildim. Ich esse Pizza. Men pizza yeyapman hozir. Ich ass pizza, ya'ni asada preteritum formasi men pizza yedim. Ya'ni bu narsa o'tgan zamonda bo'lganda. Xo'p. Endi esa sizlar bilan preteritum forma o'zi qanday yasalishini ko'rib chiqamiz. Bu fe'lni to'g'ri yoki noto'g'riligiga bog'liq, ya'ni regelmäßig, unregelmäßigligiga bog'liq. Agar u regelmäßig bo'lsa, biz fe'lni olamiz, uni qo'shimchasini olib turib, o'rniga t qo'shimchasini qo'shamiz. Masalan, lernen bu oddiy, ya'ni to'g'ri fe'l. Undan qo'shimchasini olib olsak nima qoladi? Lern qoladi. Lern qoladi va unga t qo'shimchasini qo'shamiz. Shunda bizda lernte. Ich lernte. Men o'rgandim o'tgan zamonda. Du lerntest. S-ta qo'shamiz lerntaga. Uchinchi shaxs lernte, ya'ni birinchi shaxs bilan bir xil bo'ladi. Uchinchi shaxs birinchi shaxs bilan bir xil bo'ladi. Ko'plikda wir lernten, ihr lerntet, sie lernten. Xuddi shunaqa yana bitta misol berganmiz. Kaufenda. Kaufendan in olib tashlaymiz qo'shimchani, t qo'shamiz. Kaufte, kauftest, kaufte albatta birinchi uchinchi shaxslar bir xil tuslanadi. Ko'plikda kauften, irga esa kauftet. Murakkablar qanaqa qilamiz? Okay, biz oddiysini tushundik. To'g'ri fe'llarda qo'shimchasini olamiz ekan, infinitivda turgan fe'lni va t qo'shamiz. Shu bilan qutulamiz ekan. Murakkabda qanaqa? Murakkab, ya'ni unregelmäßig verblarda afsuski bitta umumiy qoida yo'q. Har bitta fe'l o'zicha tuslanadi. Ya'ni hammasini o'zini tuslanish formasi bor. Biz buni faqatgina yodlay olamiz. Shuning uchun ham preteritum forma asosan yozmada ishlatiladi. Va ko'proq yozma deganda badiiy narsalarni nazarda tutyapman. Ya'ni siz gazeta o'qiyotgan bo'lsangiz, kitob o'qiyotgan bo'lsangiz, ko'proq shu fe'l formasini nemislar ishlatishadi. Lekin nemislar o'rganuvchilar, ya'ni sizlar ishlatadigan forma preteritum emas, perfekt. Preteritumda faqatgina bir nechta fe'llar bor. Uni keyingi videoda ko'ramiz. Preteritumda ikkinchi qismi bor. O'sha videoda preteritumda ishlatiladigan asosiy fe'llarni ko'rib chiqamiz. Hamma fe'l ham preteritumda ishlatilmaydi. Nemislar o'rganuvchilari uchun. Nemislar ko'proq preteritum ishlatadi yozma, asar, romanlarda. Xo'p, masalan, ko'rib chiqaylik. Kommen, kelmoq degani ishga kam bo'ladi. Ya'ni kommen, kam. Birinchi uchinchi shaxs bir xil bo'ldi ham kam. Duga kamst, ya'ni qo'shimchalar siladi. Duga st qo'shamiz. Ko'plikda o'sha qanday bo'lsa shunday bo'lib kamen, irga kamt. Geyindiki umuman boshqacha. Ging. Ging, gingst,
ging, gingen, gingt. Neymindiki nam bo'ladi, esindiki as bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, ozgina murakkab joylari bor. Har bittasini yodlab chiqish kerak. Shuning uchun ko'proq perfektdan foydalanishni biz maslahat beramiz. Xudo xolasa keyingi videoyimizda o'sha preteritumda asosiy ishlatiladigan fe'llarni ko'rib chiqamiz. Shu fe'llarni ishlatsangiz bo'ldi. Qolgan hamma fe'llarni perfektda ishlatsangiz bo'ladi. Menimcha preteritumni tushundinglar degan umiddaman. Yana bir videoyimiz chiqadi. O'shanda yana gaplashamiz xudo xolasa. Sizlar bilan Deutsch Sport jamoasi bo'ldi. Agar savolinglar bo'ladigan bo'lsa yoki taklifinglar bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringlar. E'tiboringlar uchun rahmat. Sog' bo'linglar.